Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugungi videoda BirXBet platformasida hisob yaratish jarayoni qanday amalga oshirilishini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Agar siz ro'yxatdan o'tish tartibini tushunmoqchi bo'lsangiz, ushbu video siz uchun foydali bo'ladi. Avvalo, rasmiy sayt yoki ilovani oching. Asosiy sahifada joylashgan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan so'ng sizga bir nechta ro'yxatdan o'tish usullari taklif qilinadi. Masalan, telefon raqami, elektron pochta yoki bir marta bosish orqali tezkor ro'yxatdan o'tish. Telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, mamlakat kodini to'g'ri tanlang va faol foydalanayotgan telefon raqamingizni kiriting. Elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tsangiz, doimiy foydalanadigan email manzilingizni yozing. Keyin kuchli va eslab qolish oson bo'lgan parol yarating. Xavfsizlik uchun harflar, raqamlar va maxsus belgilarni birgalikda ishlatish tavsiya etiladi. Ro'yxatdan o'tish oynasida promo kod maydoni mavjud bo'lsa, u yerga BirXBet Pro promo kodini kiritishingiz mumkin. Ayrim aksiyalar doirasida bu kod yangi foydalanuvchilar uchun mavjud takliflardan foydalanish imkonini berishi mumkin. Aksiyalar shartlari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun amaldagi shartlarni platformaning o'zida tekshirib ko'ring. Barcha ma'lumotlarni to'g'ri kiritganingizdan so'ng, foydalanuvchi shartlari bilan tanishib chiqing va ro'yxatdan o'tishni yakunlang. Ba'zi hollarda telefon raqami yoki elektron pochtani tasdiqlash talab qilinadi. Tasdiqlash muvaffaqiyatli yakunlangach, hisobingiz faol holatga o'tadi. Hisobingizga kirgandan so'ng, shaxsiy profilingizni to'ldirish tavsiya etiladi. Ism-familiya va boshqa ma'lumotlarni hujjatlardagi kabi to'g'ri kiriting. Bu kelajakda hisobni tasdiqlash jarayonida qulaylik yaratadi. Shuningdek, akkauntingiz xavfsizligini oshirish uchun kuchli paroldan foydalaning va uni boshqa odamlarga bermang. Agar ikki bosqichli himoya funksiyasi mavjud bo'lsa, uni yoqish tavsiya etiladi. Bu hisobingizni qo'shimcha himoya qilishga yordam beradi. Agar ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi qo'llanmalar va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha belgisini ham yoqing. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana foydali mavzular bilan uchrashguncha xayr.